Assalomu alaykum, sizlar bilan foydali link YouTube kanali. Bugun xudo xohlasa yana sizlar bilan manfaatli bo'lgan videoni ko'rib chiqamiz. Ya'ni hech o'ylab ko'rganmisiz, siz uydan chiqmasdan turib ham dunyo ko'chalarini sayohat qilishingiz mumkinmi? Albatta, hozirgi zamonaviy dunyoda buning ilojisi bor. Bugun xudo xohlasa sizlarga taqdim qilmoqchi bo'lgan saytimiz, ya'ni Mapcrunch sayti orqali siz dunyo ko'chalarini, butun dunyo ko'chalarini bepul avtomashinada virtual tarzda sayohat qilishingiz mumkin. Ushbu sayt manzili video ostida va kommentariyada bo'ladi. Bemalol saytga tashrif buyurganingizda xuddi mana shunaqa oyna ochadi, ya'ni avtomatik tarzda sizni ma'lum bir ko'chalarga sayohatga jo'natadi. Ishlash prinsipi qanday? O'zingizga yoqqan bir ko'chani tanlaysiz. Aytaylik, mana shu ko'chani oladigan bo'lsangiz, kompyuterdanmi, telefondan farqi yo'q, e'tibor berasiz. Mana kompyuterda sichqoncha aylantiradigan bo'lsangiz, sizni qaysi ko'chaga, ya'ni mana bu joyda yozib qo'ygan Tinhajvets, ya'ni Tijeli Centralniy ko'chasi, ya'ni markaziy ko'chaga yo'naltirgan. Mana bu knopkani bossangiz, siz bemalol ko'chani sayohat qilishingiz mumkin. Ya'ni sichqonchani ekranni mana bu joyga bossam, albatta biroz internet yaxshiroq ishlashi kerak. Mana shunaqa holatda siz bemalol ko'chalarni ko'rishingiz mumkin. Endi sizda savol tug'iladi, boshqa ko'chalarda qanday ko'raman? Albatta, chap tomon yuqorida Go tugmachasi bor. Shuni ezadigan bo'lsangiz, sizni yana yangi bir ko'chaga yoki yangi bir mehmonxonaga, mana shunaqa joylarga sizni yo'naltiradi va qayerga tushib qoldim ekan demoqchi bo'lsangiz, bu yerda mana Balnitsa ekan, bu Internationalniy Azur de Dialis. Mana shu больницani ichiga sizni yo'naltiribdi. Agar больницani ko'rishni xohlamasangiz, shunchaki Go tugmachasini bossangiz, sizni yangi Isente Yukatan degan ko'chaga yo'naltirgan. Mana bu knopkani bosish orqali siz oldiga yoki orqaga yurishingiz mumkin. Ya'ni ko'chani bemalol xuddi mana shu tarzda sayohat qilishingiz mumkin bo'ladi. Ekranda aylantiradigan bo'lsangiz, istalgan tomonini, ya'ni mana shu ko'chani hozirgi vaqtdagi ko'rinishi ko'rib turibsiz. Mana bemalol 360 gradusda tevayu pastu har tomonlama bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi ko'chalarni. Xo'p, Go tugmachasini bosamiz, yana yangi ko'chaga bizni yo'naltiradi. Biroz kutamiz va e'tibor berasizlar, endi bu Guado Gatli'ni yuqoridan ko'rinish, ya'ni o'rmon manzarasini siz xuddi daraxtda turibsiz-da, shu joydan sizga ko'rinishini tasvirlab beryapti. Go tugmachasini bosamiz va bizni Vavenue degan ko'chaga yo'naltiryapti. Ya'ni mana shu ko'cha bor. Agar bu knopkani bosishni istasangiz, mana mashinani oldiga olib borib turib bosamiz va shu mashinani oldigacha bizni yo'naltirib beryapti. Xo'p, biroz yuramiz, mana yaqinlashyapmiz. E'tibor berasizlar, mana odamlarni oldigacha olib kelyapti. Siz bemalol atrofni ko'rib, mana shu ko'cha qanaqa tuzilgan, ya'ni o'zingizni yashab turgan hududingizdan boshqa davlatdagi insonlar qanaqa ko'chalarda istiqomat qilishadi yoki ularda hayot tarzi, ya'ni turmush tarzini bemalol mana ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi, istalgan tomonini bilan. Endi bu joyda yana bir narsaga e'tibor berib qo'yasiz, ya'ni uylarga kirish mumkin emas. Ya'ni bu albatta xavfsizlik nuqtai nazaridan, ya'ni xavfsizlik deganimki, albatta shaxsiy hudud, shaxsiy chegara bor. Biz faqat ko'chalarda sayohat qilamiz, ko'ramiz, hali uyni ichiga qarab, mana bunaqa ezib kirib ketib qola olmaymiz. Bu mumkin emas. Faqat ko'chaning ichidan turib biz atrofni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni mana bu xonadonda mana ko'rib turibsizlar, velosipetlari bor ekan. Mana bu joyda yuvilgan kirlari, dorilar turibdi. Go tugmachasini bosadigan bo'lsak, endi bizni boshqa, ya'ni Santa Cruz degan hududga yo'naltirdi. Santa Cruz ko'rib turibsizlar, bannerlari, fermer xo'jaliklari bo'lgan hudud ekan. Oldiroqqa yuramiz. Xullas, mana shu tartibda istasangiz ko'chani tezlashtirib, albatta internet yaxshi bo'ladigan bo'lsa, tezda bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu nima uchun kerak? Albatta savol tug'ilishi mumkin. Bu albatta biz yashab turgan hududdan boshqa joydagi insonlar qanday istiqomat qiladi, ya'ni qanaqa ko'chalarda yashashadi, ularni ko'chasi qanaqa, istiqomat qilish sharoiti qanday, mana shular haqida biroz bo'lsa ham dunyoqarashni kengaytirish uchun ushbu sayt siz uchun manfaatli va foydali bo'ladi. Albatta, hammani ham sharoiti yo'q. Ko'chaga chiqib, ya'ni pul sarflab, ma'lum bir davlatlarga sayohat qilishga hozirgi paytda sharoitingiz bo'lmasligi mumkin, lekin bu sizni albatta dunyo kezishdan cheklamasligi kerak. Rivojlangan davlatda, rivojlangan hududlarda yashayotganligimiz uchun, ya'ni biroz bo'lsa ham bizda internet bor, Xudoga shukr, biz bemalol virtual tarzda ham boshqa davlatlar haqida ma'lumot olishimiz mumkin. Albatta ko'rib turibsizlar, bu saytni manzilini men video ostida qoldiraman. Xohlasangiz poiskdan mana Mapcrunch deb qidiring. Mapcrunch degan saytga kirsangiz, avtomatik tarzda sizni ma'lum bir ko'chaga yo'naltiradi. Go tugmachasini bosib, istalgan ko'changizga o'tib, ya'ni mana bu joydan yangi ko'chalarga
hop, misol uchun bizni hozir orolga yubordi, ya'ni Surandxani degan orolga yubordi. Mana shu orolda qanaqa bo'lyapti, ya'ni tabiatni, manzaralarni bemalol ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Albatta bu sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Foydali link YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundanda qiziqarli, bundanda foydaliroq bo'lgan, sizga manfaatli bo'lgan saytlar haqida qisqa obzor qilib ma'lumotlar berib boramiz. Xudo xohlasa video darslarimiz yoki bo'lmasam sizga beradigan materiallarimiz unaqa katta bo'lmaydi-yu, lekin ma'lumotlari, foydali taraflari juda ham katta bo'ladi degan umiddaman. 6 daqiqa vaqtingizni ajratganingizga rozi bo'ling, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ushbu sayt haqida fikrlaringizni qoldiring. Siz bu sayt orqali dunyoga sayohat qilgan bo'larmidingiz? Nima deb o'ylaysiz? Albatta har bir kommentariy biz uchun juda ham muhim.